Agar qudratimizga shubha qilsang, biz qurgan binolarga boq. Amir Temur qurilishlarida o'sha asrlarga xos bo'lmagan noodatiy usuldan foydalangan. Bilasizmi, Samarqand g'ishtida tarixning yashirin sirlari bor. Bu shahar ming yillar davomida dunyoga ilm, madaniyat va buyuklik ramzi bo'lib kelgan. Samarqand ustalari yirik peshtoqlar va gumbazlarda yashirin temir bog'lovchilar, zanjirlar qo'yib, ularni g'isht orasiga qo'rg'oshin qo'yib mahkamlashgan. Bu ko'zga ko'rinmas karkas katta yoyma ravoqlarni tortib turib, shamol va zilzilada devorlarning yorilmay turishini ta'minlagan. Shuning uchun ko'plab Temuriy inshootlar asrlar davomida tik turib kelmoqda. Bugun esa bu tarix davom etyapti. U boshlagan buyuk qurilishlarni uning avlodlari davom ettirishyapti. Har bir inshoot bir asrning hikoyasi, bir xalqning g'ururi. Samarqand o'z o'tmishini yo'qotmasdan zamon bilan birga yangilanmoqda. Shahrimizda qurilayotgan binolarning barchasi ota-bobolarimiz boshlab bergan ulug' ishlarning davomidir. Samarqand tarixdan kelajak sari. 18-oktyabr Samarqand shahri kuni. Barchangizga shonli ayyom muborak bo'lsin.